Hammasi deb qo'ysangiz. Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Namangan viloyati Kosonsoy tumani Chindovul qishlog'idamiz. Chindovul Zamondosh ko'chasidamiz, mahallasida. Hop, bizni YouTubedan ko'rib chaqirdilar-ku. Biz YouTube tarmog'idagi obunachilarimiz va xonadonlariga kelganmiz. Bu obunachimizga ikkita rom bitta eshik olib kelib o'rnatib berganmiz. Hozir to'liq obzorlarini, profillarini, nomini, shaklini tushuntirib berib o'tib ketaman, xudo xolasa. Romlarimiz Redpen Plus 6000 Quattro TPV profilda bo'lgan, zavodskiy rezinkalik. Ko'rishingiz mumkin. Aynaklari 2 qavat oq yo'lda solingan. Profil antrazit alux svetda bo'lgan. Xo'sh. To'g'ridagi bitta eshik, bitta romimizga gold svetda shotlankalar to'qib berganmiz. Shotlankamiz razmeri 8 ga 10 mm lik. Xo'p, har bitta ko'ziga o'rtasiga kichkina toshgullardan bezayib berganmiz. Shu yo'lda aynagini xonaning ichiga solganmiz. Buni sababini juda ko'p aytganmiz. Sababi shotlankani bilasiz, yana ham rearkey ko'rinishligi uchun. Eshigimiz Eni 95, balandligi 256. Agar adashmayotgan bo'lsam, xuddi shu razmerda edi. Bundagi shotlankalar tepa pastiga kichkina gul, o'rtaga katta guldan foydalanganmiz. Framugasiga doimgidek bitta gul. Eshigimiz Graf Alumin Aldox 1 Antrazit G306. Ruchka zamonlarimiz ham Graf firmasiga tegishli bo'ladi. Aynaga 2 qavat oq yo'ldoviy SPS bosma rezinalar. Eshigimizning qanotini balkon profildan qilib berganmiz. Sababi eshigimizning qanoti kattaligini hisobiga. Zamoylarimiz ham ko'rishingiz mumkin, zeochkasi soqalik. Oshiq-moshiqlari, ya'ni petlilar. Har bitta qanotiga imkoniyat qadar alohida e'tibor qaratganmiz. Petlalarni to'rttadan qo'yib, mustahkam qilib berganmiz, yana ham aylantirib penalargacha sepib berganmiz. Eshigimizning qulflanishi juda ham cho'tki bo'ladi, xudo xohlasa, hijolat qilmaydi. Romlarimiz oddiy ochilishdaligi uchun har bittasiga 3 tadan petla qo'yib berganmiz. 30 lik podagonli qo'yib berganmiz, oldiga 5, ikki tomoniga 5 sm dan chiqarib berganmiz. Penalarni ponni aylantirib sepib tayyor qilib berganmiz. Ochilib yopishlarni ko'rishingiz mumkin. Va ichkaridagi romimiz. Bunga shotlanka shart emas edi, chunki orqa tomondaligi uchun bunga shotlanka qo'ymadik, lekin aynalar 2 qavat oq yo'ldoviy Plus 6000 Quattro 4 kameralar bo'lgan, full holatda bitgan bu ham. Xo'p, razmerlari 1.30 ga balandligi 2 metr, 1.50 ga balandligi 2 metr. 3 tadan ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladi. Eshigimiz qaytarib o'taman, 95 ga balandligi 2.56 bo'lishi kerak edi. To'shning eshik razmeri esimda yo'q. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, Redpen Plus 6000 Quattro Alux Antrazit svetda. 5 shotlanka holati 2600-2700 ming so'm atrofida. Bularimiz gideta 2800-2900 ming so'm chiqadi. Razmerining kattaligini hisobiga. Shotlankamiz imini mashq fasonda bo'ladigan bo'lsa 700 ming, 750 ming so'm atrofida qo'shiladi. Eshigimiz boring 92-40 ham deng, standart ko'p joyda shunaqa qo'yiladi. Balkon profilda, panorama holatda, shotlankasiz holatda 2.600 ming so'm. Shotlankasiga 1.100 ming atrofida qo'shiladi. Imini shu fasoniga. Xudo xohlasa, bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qubbokifa bilan qoling, Qubbokifa davomlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.